Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sevimli futbol kanalida o'zbek futboliga oid eng so'nggi yangiliklar. Videoga like bosishni unutmang. Bundan tashqari eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishingiz mumkin. Iroq chempionatida o'ynayotgan legionerlarimiz soni yana bittaga ko'paydi. 2025-yilda Istiqlol jamoasi bilan Tojikiston chempioni bo'lgan himoyachi Marlen Chobanov Erbil klubi bilan shartnoma imzoladi. Ayni paytda Iroq chempionatida peshqadamlik qilayotgan Erbil tarkibida yana bir hamyurtimiz Sherzod Temirov ham o'ynamoqda. Shuni ham alohida ta'kidlash joizki, Sherzod Temirov 8 turdan so'ng 8 gol urib, to'purarlar ro'yxatini boshqarib bormoqda. O'zbekistonning amaldagi chempioni Neftchi bugun naqd 9 ta futbolchi transferini e'lon qildi. So'nggi yillarda Dinamo safida ajoyib mavsumlarni o'tkazgan 29 yoshli yarim himoyachi Ratinho, asl ismi Yurani Francisco Pereira, Bunyodkor va OKMK klublarida muvaffaqiyatli faoliyat yuritgan 30 yoshli vinger Xurshid G'iyosov yakunlangan mavsumda Buxoro sharafini himoya qilgan 22 yoshli iqtidorli himoyachi Izzatullo Po'latov Andijondagi o'yinlari bilan muxlislar qalbidan joy olgan yarim himoyaning istalgan nuqtasida o'ynay oladigan 24 yoshli futbolchi Farhod Sohibjonov O'zbekiston olimpiya terma jamoasi va olimpik mo'yinda porlagan 20 yoshli 2 nafar yarim himoyachilar Rustambek Fomin va Daler To'xsanov bir necha oy avval O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi tarkibida Osiyo chempioni bo'lgan 3 nafar futbolchi himoyachi Mo'minxon Bahodirxonov, darvozabon Ibrohim Shokirov, hujumchi Asilbek Jumayev rasman Neftchi futbolchisi sifatida e'lon qilindi. Shuningdek, Neftchi jamoa yetakchilari Farruh Sayfiyev bilan tuzilgan shartnomani yana 1 yilga, Muhsin Ubaydullayev, Ikrom Aliboyev, Botir Ali Ergashev bilan shartnomani 2 yilga uzaytirdi. Nasaf futbolchilari Shuhrat Muhammadiyev va Suhrob Nurulloyev yangi mavsumni Toshkent jamoasida o'tkazishadi. Har ikki futbolchi 2026-yilni Lokomotiv safida boshlashadi. Bu haqida jurnalist Narzulla Saydullayev xabar bermoqda. Nurulloyev yakuniga yetgan mavsumda jami 24 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Uning hisobida 2 ta gol bor. Muhammadiyev esa jami 31 bahsda maydonga tushib, 3 ta assist qayd etgan. Bundan tashqari, Nasafning yetakchilari Sherzod Nasrullayev hamda Oybek Bozorov kelasi mavsumni Paxtakorda boshlashi deyarli aniq bo'lib ulgurgan. Mavsum kashfiyotiga aylangan Samarqandning Dinamo jamoasi kelasi yil ham raqobatbardosh jamoa bo'lish uchun harakatlarni boshlab yuborgan. 2,5 yildan beri Malayziyada o'ynab kelayotgan 28 yoshli yarim himoyachi Nurullo To'xtasinov hamda 27 yoshli Burkina Fasolik markaziy yarim himoyachi Dramane Salou rasman Dinamo futbolchisi sifatida e'lon qilindi. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, ko'rishguncha salomat bo'ling.